Barchaga assalomu alaykum. Siz Ko'makso'z kanalidasiz. Sizlar bilan yana va yana teri parvarishi to'g'risidagi maslahatlarimiz bilan bo'lishda to'xtamaymiz va aslo charchamaymiz. Bugungi mavzuyimizni esa yog'li teri egalari uchun maxsus tayyorladik. Shuning uchun yaqinroq o'tirib oling va bizni kuzating. Xo'sh, teringiz jurnaldagi yaltiroq muqova kabi yaltiraydi-yu, lekin siz bundan unchalik xursand emasmisiz? Pardozingiz o'qib tushayotgan bo'lsa, poralaringiz kengaygan, teringiz esa go'yo yuzingizga yog'li sho'rva quygandek bo'lsa, yog'li teri egalari saytimizga xush kelibsiz. Mana sizga syujetdagi kutilmagan burilish. Aslida yog'li teri qarishga nisbatan yaxshi himoyalangan. Bizning terimizda boshqa teri egalariga qaraganda asta-sekinlik bilan qarish belgilari paydo bo'ladi. Juda sekinlik bilan. Teri yog'i odatda sebum deb nomlanadi. Bu shunchaki ortiqcha yog' emas. U sizning tabiiy qalqoningiz yoki himoyangiz hisoblanadi, chunki u teringizdagi namlik darajasini ko'proq vaqt davomida ushlab turadi. Tashqi zararli omillardan himoya qiladi va ajinlarning paydo bo'lishini sekinlashtiradi. Uning yana bir afzalligi shundaki, yog'li teri qalin va zich bo'ladi. Bu degani teri kamroq ta'sirlanadi, kupirozga kamroq moyil bo'ladi va tezda tiklanadi. Boshqalar uchun stress bo'lgan narsalar aslida biz uchun oddiy hol hisoblanadi. Xo'sh, sizga yog'li terining afzalliklari borligini isbotladimmi? Endi esa qanday qilib to'g'ri parvarish qilish kerakligi to'g'risida gaplashamiz. Birinchi bosqich tozalash bosqichi me'yorida bo'lishi kerak. Chuqur tozalash bosqichida siz aslo yuz teringizni qattiq ishqalab tozalamang. Ham ikki bosqichli tozalashda yumshoq gidrofil yog'i hamda yumshoq kislotali ko'pikni ishlatsangiz, teringiz sizga rahmat deydi. Hayotiy maslahatdan kelib chiqib, sizlarga aytib o'tmasam bo'lmaydigan narsa bor. Demak, eshitamiz. pH 5.5 darajali parvarish mahsulotlarini tanlang. Ikkinchi bosqich tonerdan foydalanish. Toner shunchaki suv-ku deganlar qattiq adashasiz, chunki toner teri pH balansini tiklaydi va uni keyingi bosqichlarga tayyorlaydi. Uning tarkibida ko'plab namlantiruvchi ingrediyentlar mavjud. Toner ham xuddi boshqa parvarish mahsulotlari kabi teri turiga qarab tanlanadi. Yog'li teri uchun tarkibida salitsil kislotali tonerdan foydalanish tavsiya etiladi. Tarkibida spirtli tonerlardan xalos bo'ling. Niacinamid, ko'k choy, centella tarkibli tonerlarni tanlashga harakat qiling. Shunday qilib, umumiy qilib aytganda, toner bu shunchaki parvarish bosqichi emas. Bu terini muvozanatlashtiradigan va keyingi bosqichga tayyorlaydigan asoslardan biri. Keyingi oyda do'konimizda barcha tonerlar uchun katta chegirmalar beramiz. Xarid qilishga ulguring. Uchinchi bosqichda essensiya yoki ampuladan foydalanamiz. Yog'li teri ham namlantirishingizni talab qiladi. Agar siz mening terim shundoq ham yog'li deb namlamasangiz, u qurib ketadi va yana ko'proq yog' ishlab chiqarishni boshlaydi. To'rtinchi bosqichda esa biz yengil teksturali kremlardan foydalanamiz. Yog'li yuz terisi egalari ko'pincha menga kremning keragi yo'q, shunda ham yuzim yog'li deyishadi. Aslida siz faqatgina o'zingizga mos kremni topmagansiz. Gelli teksturali kremlar yengil tuzilmaga ega bo'ladi va har qanday yog'li teri uchun must have hisoblanadi. Ushbu to'rtinchi parvarishsiz sizning oldingi parvarishingizning hammasi havoga uchib ketadi. Beshinchi bosqich SPF. SPFni har doim, har kuni qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, hattoki uyda bo'lsangiz ham surtib yuring. Tashqarida bulut bo'lsa ham, ko'chada yomg'ir bo'lsa ham, hayotdan charchagan bo'lsangiz ham, albatta bu hazil. Top bir vositalarimizdan biri Dermafactory brendining 20% niacinamidli sivortkasi teringizni oqartiradi hamda sebum ishlab chiqarishni nazorat qiladi. Top ikkinchi vosita Celimax brendining ko'piki teringizni quritib yubormaydi hamda poralarni tozalaydi. Yog'li va aralash teri turlariga mos keladi. Top 3 mahsulot Celimax brendining pH ya'ni salitsil kislotali toneri teringizga xuddi sos kabi ishlaydi, poralaringizni tozalaydi. Top 4-chi mahsulotimiz Round Lab brendining Magward lineykasidagi teringizni tinchlantiradigan gel. Top 5-chi mahsulotlarimizdan biri bu SPF krem va stik. SPF kremimiz quyosh nurlaridan teringizni himoya qiladi hamda namlantiradi va SPF stikimiz
teringizni quyosh nurlaridan himoya qilishdan tashqari yana matlab qo'yadi. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz bilan ancha iliq munosabatdamiz. Sizdan layklaringizni kutib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarimiz aynan yog'li teri uchun bo'lishini istarmidingiz yoki yo'q? Albatta sharhlaringizni intizorlik bilan kutib qolamiz.